Alpomish Media taqdim etadi. Alpomish Media. Ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman dedi poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarni eng faranglarin, yo xudbinman men, yo sodda kasman men, Parijni eng go'zal restoranlarin, bitta tandiringga alishmasman men. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, bugun dilga yaqin, ko'ngilga yaqin, qo'li ochiq, saxiy, saxovatli, mard insonlar bilan, yaqin akalarimiz bilan, do'stlarimiz bilan bir diydorlashib, bir cho'qim osh ustida suhbatlashish uchun yig'ildik. Jo'ravoshimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mana yoninglarda turgan elimizning ardoqli insoni, juda ko'p san'atkorlarimizni elga mashhur bo'lishda, elga sevimli bo'lishida beminnat xizmatlarini ayamagan, ulardan men sanab o'tishim mumkin. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud akam Nomozovni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoslihaxonim Rahimovani, O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarovni yonlarida ko'p yillar do'st bo'lib, hozir kunda o'zlarini yaxshi bir studiyalarini, Alpomish Media studiyalarini ochib, shuni rahbari bo'lib kelayotgan O'ktam akam Hakimovga assalomu alaykum deb yuzlanamiz. O'ktam akam, mana bugun chiroyli masalliqlar bilan nima tayyorlab berasiz do'stlarga, ukalarga, akalarga? Osh qilsak, nima deysiz? Juda yaxshi bo'ladi. Biz jarayonni ham bir ozgina bir oshni sog'inganlar, yurtni sog'inganlar, musofirda yurganlar va shinamandalar uchun-da. Endi masalliqlar bilan bizni tanishtiring. Bugungi palovimizga nimalarni siz endi tayyorlab qo'ygansiz? Shulardan biz chiroyli palov yasaymiz. Oshni turlari juda ko'p. Xorazm palovi bor, Suzma palovi deydi. Buxoroni o'zini oshi bor. Vodiyda Samarqand oshi bor. Vodiy asosiy endi Toshkent to'y oshlari, vodiyni oshlari, choyxona palovlari. Choyxona palovi. Biz endi bir o'zimizga xos, o'zimiz har doim bir qilib yuradigan choyxona palovi qilamiz-da. Mana qo'y go'shtidan, qo'y son go'shtidan va asosiy bu oshda 5 xil yog'dan foydalanamiz. Omiqda qilib. Oddiy nima deydi? Kungaboqar yog'i, bu ot yog'i, bu zig'ir yog'i, sari yog' va qo'ydi dumbasdi, qo'chqor dumbasdi. Qo'yilman. Allan balo bo'lar ekanda, xudo xolasa bugun. Bu oshga solinadigan masalliqlarimiz mana ziravorlar, piyoz, sarimsoq piyoz, anorni ham qo'shib iste'mol qilishga, bedana tuxum, no'xat, yong'oq, ana qizil sabzi, sariq sabzi, Xorazmni lazzat guruchidan bir osh. Asosiysi oshni onamdan qolgan tol tovoq deydi. Tol tovoqda osh. Bu tol tovoq bu Surxondaryoni haqiqiy bu eskidan qadimda oshni go'shtlarni, qovurilgan go'shtlarni ham shu tovoqda yeyiladi. Shu tovoq rangi oqroq bo'ladi-da, keyin yeyilavergandan keyin buni rangga kirib ketadi. Xususiyati qanaqa tol tovoqning xususiyatini aytib o'ting-da. Xususiyati bu osh sovib qolmaydi. Mazasi boshqacha bo'ladi. Issiq saqlanadi bunda. Issiq saqlanadi. Keyin qo'lda yegandan keyin buni ta'mini ham sezish uchun mazasi bor, o'ziga yarasha tol tovoq. Demak, bugun oshni mana tol tovoq deymiz, ha? Va keyin mana bu Rishtondan olib kelgan sopol tovoqimiz. Bu ham bir antiqa qo'l ishi, bu ham qo'l ishi hunarmandlarimiz tayyorlagan. Endi oshni boshlaymiz endi. Demak, bugun do'stlar bilan osh yeymiz. Osh tayyorlanish jarayoni. Marhamat. Alpomish Media.
O'ktam akajon, mana jarayon jadallik bilan tezlashib boryapti. Ko'z tegmasin. Voy, ishtahani ochdiz, lekin O'ktam aka bir savol bersam-da sizga. Meni ko'p shu savol qiziqtiradi doim. Siz nafaqat san'atkor, balkim juda bir jahongashli insonsiz. Dunyoning juda ko'p davlatlarida, shaharlarda bo'lgansiz. Bu yerdagi urf-odatlar bilan, odamlar yashash tarzi, turmush tarzi bilan tanishgansiz. Endi savolim shundan iboratki, qisqacha aytganda, qaysi shaharlarni ko'rdingiz? O'zimizni go'zal yurtimiz shaharlardan tashqari davlatlarni, shaharlarni ko'rdingiz. Sayohat qildingiz. Qayerlarda bo'lgansiz? Bo'ldik. Yevropani bo'ldik. Yevropani. Misol uchun Fransiya, Parijmi? Parij, Germaniya, Shveysariya. Yani shaharlarni bu davlatlarda aytaylik, ko'p shaharlarga baribir deyarli bordik. Rossiya, Hindiston, Misr, Shimoliy Afrika. Indoneziya, Malayziya, Singapur, Birlashgan Arab Amirligi, Ummon, arab davlatlaridan. Ozarbayjon, Gruziyaning Tbilisi, Batumi shaharlarida, Turkiyaning bir qancha shaharlarida, Shimoliy Koreyada bo'ldik. Ma'qulmi? Yani baribir dunyo ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Odamlar qanday yashayapti, qanday yo'da. Qayerga boradigan bo'lsa, muzeylarga kiraman. Konsertga kiraman, spektakl yoki shunaqa tomoshalarni ko'raman. Louvre'ga kirganmisiz? Louvre'ga kirganman. Xo'sh, hamma joyni bir aylanishga harakat qilaman, lekin baribir aylanib kelib shu O'zbekistonimizga yetmaydi. O'zimizga kelib shu yo'da o'rganish kerak bo'lgan narsalar bor. Yaxshi narsalarni olish kerak. Bizning mentalitimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar ham ko'p. Uni ko'rani taqlid qilib, chet elda shunday bo'lar ekan deb bizga tatbiq etib bo'lmaydigan narsalar bor. O'zimizda o'zbekchiligimizga, musulmonchiligimizga yetmaydi. Ana do'stlar, baribir go'zal O'zbekistonimizga hech qayerga yetmaydi. Shu o'rinda Bobur Bomurodning bir she'ri beixtiyor tilga ko'chadi. Bobolaring kim desa, momolaring kim desa, ko'hna dunyo jim kelsa, Xudo bergan O'zbekka. Tumarisu shiroqni, Bobur chekkan firoqni, mozidan nur chiroqni Xudo bergan O'zbekka. Ulug'bekning ko'zini, Navoiyning so'zini, Shoh Temurning o'zini Xudo bergan O'zbekka. Jaloliddin mardini, Yassaviy pok gardini, Mashrab nola dardini Xudo bergan O'zbekka. Buxoriy kitobdorni, Naqshband dil bayorni, Vali xo'ja Ahrorni Xudo bergan O'zbekka. Nodirai Davronni, Fitrat, Cho'lpon Usmonni, Qodiriydek armonni axir Xudo bergan O'zbekka. Oybek tili suyukni, qahhor dili kuyukni, yana qancha buyukni Xudo bergan O'zbekka. Yurtimizga ko'z tegmasin. O'ktam aka, qani endi? Qozonimiz ham qizib qoldi. Qozonga birinchi nima tashlash kerak bilasizmi? Nima tashlash kerak? Qozonga birinchi nazar tashlash kerak. Yuvilganmi, yo'qmi, tozami degandan. Ha, dumbalarni solib eritib olamiz boshlaringda. Jiz bo'ladimi keyin bu? Ha, bu endi qo'y yog'ini qo'y. Alpomish Media.
osh qilishda ham baribir mutaxassis bo'lish kerak. O'zini hammasini Havaskor. gulini guliga qo'ymasa o'xshamaydi. Mana O'ktam akam qoyilman. Bu sohada ham ustoz ko'rganligi ko'rindi, sezildi. Qolgan bahosini yeganda aytamiz. Shukurlarga men inindim mana shu osh suzishdi. Rahmat. Gap yo'q, O'ktam aka, qoyilman. Ana oshga borganman. Qoyilman. Alpomish Media